Mana bugungi bemorimiz juda ham noyob operatsiyalardan biri bo'lmish. Uchala klapanni biologik protez klapanga almashtirdik. Bu degani juda ham katta ob'yomdagi operatsiya. Qani holatingiz haqida biroz gapirib bering. Qani qanday bo'ldi, nimadan boshlandi? Juda umidim yo'q edi hayotdan uzilish boshladim. Endi sizlar menga umid berdinglar yana. Aha. Sizlarga ishondim, 100% ishondim. Mana 67ga kirganmiz ham ko'p doktorlarga undan bag'isiga yoshingiz ham katta, yaramasiz deyishdi, boshqa deyishdi, ikkilanishlar ko'p bo'ldi. Baxtijonga ham rahmat deyishadi, hamma ishlagan xodimlarga o'zini darajasida rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ona. Xo'p, boshqa kasal ko'p bo'lmayin. Rahmat. Atganingda kelsin. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Mayli. Xo'p, mayli. Xo'p, salomat bo'lingizlar. Xo'p. Mana bugungi bemorimiz juda ham noyob operatsiyalardan biri bo'lmish. Uchala klapanni biologik protez klapanga almashtirdik. Bu degani juda ham katta ob'yomdagi operatsiya. Bemorimiz kelgandagi eshitdingiz shikoyatlarini, holatlarini, og'ir ahvolda, ba'zi bir klinikalar hatto operatsiyadan bosh ham tortishgan. Mana Xudoga shukr, bemorimiz holati yaxshi. Operatsiyadan birinchi sutkasidan keyin holatlari ancha yaxshi bo'ldi. Palataga ko'chirdik. Mana 6-sutka bemorimizni uyiga javob beryapmiz. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda shunga o'xshash xastaliklar bo'lsa, bizlarga klinikamizga murojaat qiling.